Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahor opa bilan bog'landikmi? Ha, assalomu alaykum. Opajonim, sog' salomatmisiz? Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Yaxshi, rahmat. Ayni daqiqalarda sizga ijtimoiy tarmoqlarda yurib borayotgan yurakdan yurakgacha tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilayotgandim sizni. Bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Voy. Minnatdorman avvalambor sizni bugungi Allohimga banda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan shukrona ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Rahmat, rahmat. Minnatdorman hayot deb atalmish oliy ne'matlar, qaytarilmas kunlarni sog'-u salomatlikda qabul qilibsiz. Alhamdulillah. Yaratganning o'zi ushbu kunda sizga omad, qalbingizga xotirjamlik, halol pokdan daromad, orzu istaklaringizni ijobat qilsin. Sizga bugungi go'zal kuningizda unutilmas xotiralarni baxsh etish niyatida go'zal yaqin insonlaringiz tomonidan go'zal dil izhorlari yetib kelgan edi. Kimdan kutgan bo'lardingiz? Filmdan. Mashallah. Mehr oqibatlarga ko'z tegmasin, sizni juda ham yaxshi ko'rib, cheksiz hurmati borligini ta'kidlagan holda mehribon va go'zal singlingiz Zilola opa tomonidan go'zal dil izhorlari yetib kelgan. Ularning samimiy tilaklariga barcha oila a'zolaringiz tilakdosh qolishgan ijozat bersangiz, ularning siz tomonga oshiqqan qattiq yo'llarini siz uchun Allohim qodir qilgani qadar o'qib eshitirsam. Hamma meni yomon ko'rsa ham, opam meni yaxshi ko'radi. Qo'rqaman-da soxta do'stlardan. Ular bir kun tashlab ketadi. Bu dunyoda faqat yurakdan opam meni yaxshi ko'radi. Sal kun ora kiyim olsam, do'stlarimga yoqmay qolaman. Kissamda gar pul bo'lmasa ham, opam meni yaxshi ko'radi. Cho'kib qolsam chuqur qayg'udan boshim silab dardim oladi. Duo qilib har nafasimda opam meni yaxshi ko'radi. Assalomu alaykum, qadrli mehribonim, mehri daryo, yuzlari nurli, qalbi zilol suvdek pokiza shirin so'zli opajonim. Sizni bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Hamisha bahor gullaridek ochilib, ko'zlarni quvnatib, dillarni shod etib yuring. Sizga Allohdan uzoq va mazmunli umr, mustahkam sog'liq, xonadoningizga tinchlik va totuvlik, dasturxoningizga fayzu barakot berishini so'rayman. Barcha ezgu niyatlaringiz, yo'llagan duolaringiz mustajab bo'lsin. Yaxshi insonlar va yaqinlar qurshovida hayot zavqini surib yuring. Har doim mana shunday xushchaqchaq, samimiy va go'zal bo'lib yuring. O'zlaringiz nam, qalbingiz esa aslo g'am ko'rmasin. Inson ulg'aygani sari bir sirdoshga, ichidagi bor tuyg'ularni ayta oladigan daftarga ehtiyoj sezarkan. Bu o'rinda esa opa-singildan-da munosib nomzod topilmasa kerak. Siz mening qanotsiz farishtam, dardu alamlarda qalqonim, eng yaqin sirdoshimsiz. Yoshlikning eng go'zal xotiralari sizlar bilan birga o'tgan. O'sha beg'ubor bolalikka qaytgan, yana beg'am, betashvish o'yin-qaroq bola bo'lib qolgim keladi. Sirdoshim, har nedan ogohim, maslahatdoshim, mehribonimsiz. Har kuni o'zingizga aytishim keladigan, lekin tortinish, uyalish sabab aytolmagan qalbdagi gaplarimni bugun aytishga jazm qildim. Boringizga shukr. Sizdek mehribonim borligidan faxrlanaman. Baxtingiz to'la to'kis bo'lib, tolingiz hamisha baland bo'lsin. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Sizdek opani nasib etgan mehribon Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. deya mana shunday chiroyli tabriknomalarni, samimiy tilaklar-yu dil izhorlarini siz tomonga taqdim etib qolganlar. Rahmat. Sizni ham ular uchun aytadigan dil izhorlaringiz va tilaklaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Rahmat jonimga. Umringiz uzoq bo'lsin. Har doim yonimda bo'lsin. Nimani yod qilgan
sog' salomat bo'lsin singlimam bachadotim bir halosini ko'rsin hamisha faqat menga bo'lsin unga sog' tilayman yo'llagan go'zal duolaringiz ijobat bo'lsin. hojona hojatana bo'lsin bachalarimni hojatana hojatapsin Inshaalloh. Jon jigarlar birlashib, qo'llaringizni mahkam ushlab, Allohning uyi bo'lmish Baytullohni qayta va qayta tavof qilishni mehribon Robbim nasib ro'z aylasin. 100 yoshlarga kiring opajonim, 100 yoshga kirganingizda ham sizni ana shunday tabriklash menga nasib qilsin. rahmat opajon Joni sog' bo'lsin. Yana bir bor tavallud ayyomingiz bilan qutlagan holda siz bilan g'oyibona suhbatimizga yakun yasaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'ling. rahmat Rahmat, sog' bo'ling. rahmat opajon Katta rahmat, joni sog' bo'lsin. sog' bo'linglar Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmiz ammo yaqin ko'ngillarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda. Hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz